Futbol yulduzi Abduqodir Husanov haqida hozirgina tezkor xabar tarqaldi. Assalomu alaykum. Muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Angliya Premyer Ligasining birinchi turi doirasida Manchester City va Bournemouth jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Bellashuv shaharliklarning 2-1 hisobidagi irodali g'alabasi bilan yakunlandi. Ushbu bahsda O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov asosiy tarkibida maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Himoyachi jami 90 ta uzatmaning 87 tasini aniq amalga oshirdi. SofaScore portali Abduqodirning harakatlarini 7 ball bilan baholadi. Abduqodir Husanovning himoyadagi ko'rsatkichlari: himoyaviy harakatlar 5 ta, tashlanib to'pni olib qo'yish 2 marta, raqib hujumini bartaraf etish 2 marta, tozalashlar 1 marta, yerdagi kurashlar 2 ta, havodagi kurashlar 2 ta, to'pni qaytarib olish 6 marta. Manchester City safida faol harakat qilgan va jamoasining muhim goliga mualliflik qilgan Mark Geksi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. SofaScore tomonidan angliyalik himoyachining harakatlari 8.3 ballga loyiq ko'rilgan bo'lsa, Manchester City hujumchisi Erling Haaland 6.9 ball oldi. Mezbonlar safida faol harakatlari bilan ajralib turgan Gianluigi Donnarumma ham 8 ball bilan yuqori baholandi. Bournemouth safida eng yuqori baho jamoa darvozaboni Jore Petrovichga nasib etdi, 7.7 ball. Ushbu natijadan so'ng Manchester City yangi mavsumni g'alaba bilan boshlab, dastlabki 3 ochkoni qo'lga kiritdi deyilgan xabarda.